Birinchi misol. Soddalashtiring. X ko'paygan y qiymatini toping. Xo'sh, tenglikning chap tarafini soddalashtiradigan bo'lsak, kasrning birinchisiga ildiz osti y dan, ikkinchisiga ildiz osti x dan bersak, nima bo'ladi? Y ildiz osti y plyusdan x ildiz osti x taqsim ildiz osti x y bo'ldi mana. Teng ikkinchi kasrning suratini ochib beradigan bo'lsak, bunda ham x ildiz osti x plyusdan y ildiz osti y bo'ldi mana. Mahrajimizda x y. Endi ahamiyat beradigan bo'lsak, kasrimizning suratlari teng. Kasrning suratlari tengmi? Kasrimiz teng bo'lishi uchun uning mahrajlari ham teng bo'lishi kerak. Ildiz osti x y imiz, demak x y ga teng bo'ladigan bo'lsa, bundan x y imiz 1 ga teng bo'ladi mana. Mana A javob. Ikkinchi misolimiz, ifodaning qiymatini toping. Xo'sh, bunda nima qilamiz? Dastlab keling. A minus b 3 ga teng ekan. Mana b minus b plyusimiz ham 3 ga teng ekan. Mana. Endi mana shu sistemani qo'shib beradigan bo'lsak, A plyusimiz 6 ga teng bo'ladi. Sistemani olib yuboradigan bo'lsak, nima bo'ladi? Sistemani olib yuboradigan bo'lsak, ya'ni A minus B dan demak, B plyusini oladigan bo'lsak, A minus 2B xo'sh, minus S. Mana teng 0 bo'lib qoladi. Bundan S minus A'miz minusdan 2B ga teng bo'ladi. Endi berilgan ifodani o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, mana teng B taqsim S kvadrat minus A kvadratni kvadratlar ayirmasini qo'llaydigan bo'lsak, S minus A S plus A mana. Teng B taqsim S minus A ning o'rniga minusdan 2B, S plus A ning o'rniga 6 ni qo'yadigan bo'lsak, mana bularimiz ketdi. Natija minusdan 1 taqsim 12 ga teng bo'ldi. Mana S javob. Davom qilamiz. Uchinchi misolimiz. Tenglamani yeching. Demak, ildiz osti 10 bilan ildiz osti 5 ni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, mana suratdan ham qoldi, ildiz osti 2 qoldi mana. Shunda bizda mana bu mahrajni tenglikning bu tarafiga o'tirsam, ko'paytirib yuboradigan bo'lsam, ildiz osti 2 teng ildiz osti 2 minusdan A taqsim ildiz osti 3 bo'ldi mana. Bundan A taqsim ildiz osti 3 imiz 0 ga teng bo'ladi va A ning qiymati 0 ga teng ekan. Mana A javob. To'rtinchi misolimiz. Xo'sh, x kvadrat plus 5x plus 3 teng 0 bo'lsa, x ning to'rtinchisi plus 9 taqsim x kvadratning qiymatini toping. Mana shu x ning to'rtinchisi plus 9 taqsim x kvadratni soddalashtiradigan bo'lsak, ya'ni x kvadratga bo'lib yuboradigan bo'lsam, nima bo'ladi? X kvadratga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x ning kvadrati plyusdan 9 taqsim x kvadrat bo'ladi mana. Shunda keling mana bu kvadrat tenglamaga qaraymiz. Kvadrat tenglamada tenglikning ikkala tarafini ham x ga bo'lib yuborsam, x plus 5 plus 3 taqsim x teng 0 bo'ldi. Bundan x plus 3 taqsim x ni topib oladigan bo'lsak, mana minus 5 ga teng. Endi tenglikning ikkala tarafini ham kvadratga ko'tarib yuborsak, mana tenglikning ikkala tarafini ham kvadratga ko'tarsak, demak x ning kvadrati plyusdan 2 ko'paygan x ko'paygan 3 taqsim x plyusdan 9 taqsim x ning kvadrati teng 25 bo'ldi mana. X larimiz ketdi. Bizga x kvadrat plus 9 taqsim x kvadrat kerak. Mana shu joydan x kvadrat plus 9 taqsim x kvadratni topib oladigan bo'lsak, ana 25 minus 6, ya'ni 19 ga teng bo'ladi ekan. Mana B javob. Beshinchi misolimiz. Quyidagi rasmda tasvirlangan ABC uchburchakning tomonlarida 9 ta nuqta olingan. Xo'p, uchlari berilgan nuqtalarda bo'lgan nechta uchburchak bor?
Endi biz bilamiz, uchburchakning 3 ta uchi bo'ladi. Hali tarif bo'yicha ishlamaymiz. Faqatgina asal uchburchakning 3 ta uchi borligini bilamiz. Lekin endi 3 ta bo'ladigan bo'lsa, faqat uchburchak hosil qilib bo'lmaydi-ku. Masalan, bitta to'g'ri chiziqda 3 ta nuqta joylashgan bo'lsa, uchburchak hosil qilib bo'lmaydi. To'g'ri? Lekin uni biz keyin o'ylaymiz. Hozir o'ylaydigan narsamiz mana shu bizga mana shu nuqtalardan 3 tasini olish. Birinchi missiyamiz hisoblanadi. Xo'p, bu yerda nechta nuqta bor? Endi qarang. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta nuqta bor mana. Shartdan berilgan 9 ta nuqta bor. Endi nima qilamiz? Mana shu 9 ta nuqtadan 3 tani olamiz. Kombinatsiya qilamiz-da. Bu bo'ladi 9 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 6 faktorial. 9 faktorial bilan 6 faktorialni qisqartiradigan bo'lsak mana 7 ko'paygan 8 ko'paygan 9 taqsim 2 ko'paygan 3 bo'ldi. Shunda demak, bu bilan buni qisqartirsak mana bu yerda 4, bu bilan buni qisqartirsak mana bunda 3. 12 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 84 ga teng bo'ladi. Endi qarang. Demak, 9 ta nuqtani mana shu holatda 3 tadan kombinatsiyaladigan bo'lsa 84 ta kombinatsiyasi bor. Lekin bu degani 84 uchburchak degani emas. Nimaga? Sababi biz tanlagan kombinatsiyalarning ichida aytaylik mana bu 3 tasi bor-da mana. Lekin mana shu 3 ta nuqtadan biz uchburchak yasay olmaymiz. Chunki bu 3 ta nuqta bir to'g'ri chiziqda yotibdi. Endi biz nima qilamiz? Endi biz mana shu B'si to'g'ri chiziqqa qaraymiz. 4 ta nuqta bor. Ana shu 4 ta nuqtadan bir to'g'ri chizayotgan 3 ta nuqtalarni chiqarib tashlashimiz kerak bundan. Kelishdik-a? Mana B'si tomonda 4 tasi bor. Demak, nima qilaman buni? S 4 dan 3 qilaman. 4 faktorial taqsim 1 faktorial ko'paygan 3 faktorial mana. Bu 4 ga teng. A'simizda ham 4 ta nuqta bor. S 4 dan 3 mana. Bu ham 4 ga teng. Endi A B ga o'tadigan bo'lsak, A B da 3 tasi bor. S 3 dan 3 bu 1 ga teng. Endi mana shu jami 84 ta kombinatsiyaning ichidan mana shu kombinatsiyalarni olib tashlaydigan bo'lsam, qolganlari uchburchak bo'la oladi. Demak, bu yerda 9 tasi bor. Ana 84 dan 9 ni oladigan bo'lsak, demak, jami 75 ta uchburchak yasay olishimiz mumkin bo'ladi ekan. Mana A javob. 6-chi masalamiz. Chizmada markazi 10 nuqtada bo'lgan aylananing chorak qismi tasvirlangan. A o'miz 12 ga teng bo'lsa, bo'yalgan sohaning yuzini toping. Xo'sh, demak, mana bu aylananing radiusi 6 bo'ladigan bo'lsa, mana buning radiusi r bo'ladigan bo'lsa mana. R bo'lsa. Shunda bu yerimiz nimaga teng bo'ladi? Mana bu joyimiz A o'miz 12 mi? Demak, o'bimiz ham 12. Shunda mana bu yerimiz 12 minus r ga teng bo'ladi. Mana. Xo'sh, buni tutashtiramiz. Mana shuni tutashtiraman. Bu yerimiz 6 ga teng bo'lsa, mana bu yerimiz 6, mana bu yerimiz r. Bu tutashtirganim to'g'ri chiziq. Endi chizmada sal to'g'ri chiziq bo'lmadi, lekin mana shu to'g'ri chiziq shu. Xo'p, buni O1 nima qilsak, mana buni O2 qiladigan bo'lsak, bizda O1, O2 to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi mana. Endi biz mana shu to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llaydigan bo'lsak, ya'ni 12 minus r ning kvadratiga 6 ning kvadratini qo'shadigan bo'lsak, mana teng bo'ladi 6 plus r ning kvadratiga. Endi qarang, mana shu joyda tanlash olib kelsak ham bo'laveradi. Masalan, to'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 8, 6 bo'ladigan bo'lsa, gipotenuzasi 10 bo'ladi. Demak, r teng 4 qilsak, mana maqsadga muvofiq. 12 dan 4 ni oladigan bo'lsak 8, 6 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 10. Mana qoida bajarildi. Demak, rimiz 4 ga teng ekan. Xo'p, rimiz 4 ga teng bo'lsa, dastlab biz nima qilamiz? Dastlab mana shu chorak aylananing, ya'ni doira desak bo'ladi, chorak doiraning yuzini topamiz. Dastlabki holatda. Buni s qilaylik. S. Demak, bumuz pi r kvadrat taqsim 4 ga teng. Mana katta r qilaman. Taqsim 4 ga teng. Bizda katta rimiz 6 ga teng, chunki AO
katta yerimiz 12 ga teng. Uzr. Mana A1'ning o'zi radius bo'lib turibdi. Shunda pi ko'paygan 144 taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, bumuz 36 pi ga teng bo'ladi. Endi qarang, markazi O2 bo'lgan yarim doiraning yuzini topaman. Ya'ni bo'yalmagan soha. Mana bu yerning yuzini topaman. Bu nimaga teng bo'ladi? Buni yuzini keling S1 qilib olaylik. S1imiz mana pi radiusni R1 qilamiz. R1 ning kvadrati taqsim 2 yarim doira bo'lgani uchun. Teng pi ko'paygan 36 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa 18, ya'ni 18 pi ga teng ekan. Endi S2 qilib markazi O1 nuqtali, demak, yarim doiraning yuzini topadigan bo'lsam, buning radiusi 4 ga teng mana. Xo'sh, pi R2 ning kvadrati taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, mana bumuz 8 pi ga teng bo'ladi. Shunda biz umumiy yarim chorak doira yuzini topdik va bo'yalmagan yarim doiralar yuzlarini topdik. Umumiy chorak doiraning yuzidan mana shu bo'yalmaganlarni yuzasini olib tashlaydigan bo'lsak, demak bizda bo'yalgan sohaning yuzasiga kelib chiqadi. Mana S teng 36 pi, bundan olamiz 18 pini, bundan olamiz 8 pini mana. Shunda yuzamiz 10 pi bo'ladi ekan. Ya'ni bo'yalgan sohamizning yuzasi 10 pi ga teng. Mana B javob. Xo'sh, 7-chi misolimiz. Gx funksiyamiz teng ekan f3x ga. Agar endi qarang, bu nima degani? Mana shu joyimiz. Bumuz jfx degani mana. Ya'ni jfximiz x kvadrat minus 5 ga teng bo'lsa, bizdan j3 ni topish so'ralgan. Xo'p, j3 ni, ya'ni mana shuni f bilan bog'laymiz. j3imiz teng bo'ladi. Mana bu birinchi qoidaga asosan f 9 ga mana. Demak, topishimiz kerak bo'lgan o'rniga teng mana j3 qilmayman endi. Mana shu j3 ning o'rniga f9 ni qo'yaman. f9 mana. Xo'sh, bizda jfx ma'lum-ku. Demak, x ning o'rniga 9 qo'ysam bo'ldi. Tushunarli. Bundan 9 ning kvadrati minus 5 bo'ladi. 81 dan 5 ni oladigan bo'lsak, mana qiymatimiz 76 ga teng ekan. Mana A javob. Xo'p, keyingi misolimiz 8-misol. A natural sonning barcha qiymatlari yig'indisini toping. Demak, natural sonning natural bo'luvchilar yig'indisi 403 ga teng bo'ladi ekan. Xo'sh, 403imiz nimaga teng bo'ladi? 403 mana bu yerga yozib olaylik. Demak, ikkita tub son bo'lishi kerak edi. 31 ko'paygan 13 qilsak bo'ladi mana. 310 93, demak 403 beradi. Demak, 31 ko'paygan 13 ekan. Keling endi mana shu A sonimiz teng bo'lsin. Qandaydir A ning eminjisi ko'paygan B ning eminji darajasiga mana. Endi shu A sonning natural bo'luvchilar yig'indisini biz qanday qilib topar edik? NBA teng bo'ldi mana. A ning n plus birinchisi minus 1 taqsim A minus 1 ko'paygan B ning n plus birinchisi minus 1 taqsim nima bo'ladi? B minus 1 bo'ladi. Endi mana shu yerda tanlaymiz. Aytaylik, A ning darajasida n plus 1 minus 1 taqsim A minus 1imiz teng bo'lsin 31 ga. B ning darajasida n plus 1 minus 1 taqsim B minus 1imiz teng bo'lsin 13 ga. Endi bu 13 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 31 ga teng bo'ladigan bo'lsa, necha bo'ladi? 31 13. Xo'sh, A miz 2 bo'lsa mana qarang. A 2 bo'ladigan bo'lsa,
N'imiz necha bo'ladi? 2 ning 5-chisi 32 bo'ladigan bo'lsa, n teng 4 bo'ladi. Birinchi holatda. Ana. Endi xo'sh, keyingisiga o'tamiz. B'miz 3 bo'ladigan bo'lsa, ana, B'miz 3 bo'ladigan bo'lsa, M'imiz 2 bo'lsa bo'ladi. Chunki 3 ning kubi 27, 27 dan 1 ni olsak 26, 2 ga bo'lsak 13 berdi mana. Xo'sh, yana boshqa varianti. Yuqorida axtarib ko'raylik. 5 uchun 5 bo'ladigan bo'lsa, 4 ga bo'lib olsak, o'rinli bo'lishi kerak. Hozir. Demak, A 5 bo'lsa, A 5 bo'lsa, n'imiz necha bo'ladi? N'imiz 2 bo'lsa. 2 bo'lsa to'g'ri kelmaydi ekan. 3 bo'lsa, 2 bo'lsa 5 ning kubi 120, 124, 4. N 2 da to'g'ri keladi ekan. Mana N 2. Xo'p, adashmasam bo'ldi. Demak, boshqa variant yo'q. Demak, birinchi holatda A'miz 2, N'imiz 4, B'miz 3, M'imiz 2. Ikkinchi holatda A'miz 5, N'imiz 2, B'miz 3, M'imiz 2 bo'ladi. Mana shuning uchun A1 deb hisoblaydigan bo'lsam, A1imiz teng 2 ning 4-chisi ko'paygan 3 ning kvadrati. Ya'ni 2 ning 4-chisi 16 ga, buni 9 ga ko'paytiradigan bo'lsak, teng bo'ldi 54, 144 ga. Endi A2 ni topadigan bo'lsak, A2miz nima bo'ladi? 5 ning kvadrati ko'paygan 3 ning kvadratiga mana. 15, demak 225. Ana shunda biz A ning barcha qiymatlari yig'indisini topishimiz kerak. Demak, 225 ga 144 ni qo'shadigan bo'lsak, 360 mana 9 ga teng bo'ladi. Mana A javob. Xo'sh, 9-misolimiz. Katanginisi 20 gradusimiz x ga teng bo'lsa, ifodani x orqali hisoblang. Teng keltirishdan qo'llaymiz endi buni. Katanginis 270 minus 20. Xo'p, minusdan tanginus 50 ko'paygan katanginus mana 180 minus 50 qilsam. Taqsim minusni bu tarafa chiqarib bersam oldina katanginus nima bo'ladi? 270 plus 20 bo'ladi mana. Endi teng. Katanginus 270 minus 20 miz bu tanginus 20 ga teng bo'ladi. Tanginus 20. Xo'sh, endi katanginus 180 minus 50 miz bu minusdan katanginus 50 ga teng bo'ladi va mana bular ikkisi qisqarib ketib, qisqartmasi minus 1 ga teng bo'ladi. Shunda o'rtadagi ishora bilan plus 1 bo'ldi. Taqsim. Endi keyingisi. Mana 270 plus 20 bo'ladigan bo'lsa, bu nimaga teng bo'ladi? Bu minusdan tanginus 20 ga teng bo'ladi. Oldidagi minusimiz bilan tanginus 20 bo'lib turaveradi mana. Endi mana shu yerda soddalashtirib oladigan bo'lsak, tanginus 20 ni tanginus 20 ga bo'lsak 1 plus 1 ni tanginus 20 ga bo'ladigan bo'lsak, katanginus 20 hosil bo'ldi. Ana shunda bu 1 plus x ga teng bo'ladi ekan. Mana bu javob. Davom qilamiz. 10-misolimiz. Xo'sh, 4a minus 8 buning 99-darajasi. Yoyilmadan foydalanib m ni toping. Demak, mana shu m va n'larning, ya'ni a va b'larning darajalar yig'indisi har doim mana shu, demak, kausning darajasiga teng bo'ladi. Bundan 99 teng 77 plus m qilamiz. Mana m'imiz 22 ga teng bo'ladi ekan. Mana C javob. O'n birinchi misolimiz. Keling, buni ozgina kattalashtirib olaylik. Bu va D nuqtalar aylananing markazlari bo'lsa, berilgan ma'lumotlardan foydalanib alfani toping. Xo'sh, nima qilamiz? Mana BDni tutashtirsam, mana BDni tutashtirdik. BDmiz ham radius, D'simiz ham radius. Demak, ikkalasi teng. Mana. Endi B'ni tutashtirsak, B'miz ham radius,
BD'miz ham radius, DE'miz ham radius. Mana bu yerimiz ham radius. Shunda qarangadi, mana bu burchagimiz 60 gradus bo'ladi. 60, 60, 60. Mana. Agar mana bu D burchagning o'tkir burchagi 60 bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchagimiz 120 gradus bo'ladi. 120 qilib yozing. Shunda bizda BD'si teng yonli uchburchak bo'lgani uchun mana bu burchagimiz 30 gradus bo'ladi mana. 30 gradusdan bo'ladi. Endi qarang. Bu yerimiz umumiy 90 gradus bo'ldimi? Demak, mana bu joyimiz ham 90 gradus. Tushunarli. Ana ABY demak to'g'ri burchak uchburchak hosil bo'ldi. Bunda B'miz 90 gradus va bu AB'miz ham radius, YB'miz ham radius bo'lgani uchun bu to'g'ri burchak uchburchagimiz teng yonli bo'ladi. Bundan alfani 45 gradusga tengligi kelib chiqadi. 12-chi misolimiz. 2 ning darajasida a minus b plus 2 ning darajasida b minus a minus 3 bo'lsa, quyidagi qiymatini hisoblang. Xo'sh, teng mana 4 ning a-nji darajasi taqsim 2 ning a plus b minus 1 qilsak, plusdan 4 ning darajasida b taqsim 2 ning darajasida a plus b minus 1 qilsak mana. Ana bu ham teng bo'ladi. 4 ning darajasida a deganimiz u 2 ning 2a-nchisi bo'ladi. Ana shunda biz darajalarni ayirib olamiz. 2 ning darajasida 2a mana minusdan demak a minus b plus 1 bo'ladi. Plus keyingisi 2 ning darajasida 2b minus a minus b plus 1 bo'ldi mana. Teng. Shunda 2 ning darajasida a minus b plus 1 bo'ladigan bo'lsa, plusdan keyingisi 2 ning darajasida b minus a plus 1 bo'ladigan bo'lsa, ana 2 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, bizda nima bo'ladi? 2 ning darajasida a minus b plusdan 2 ning darajasida b minus a. Mana bu yig'indimizning qiymati 3 ga teng. 2 ko'paygan 3'imiz esa 6 ga teng bo'ladi. Mana bu javob. 13-chi misolimiz. Tenglamaning ildizlari x1 va x2 bo'lsa, yig'indini hisoblang. Mana shu holatda sal ehtiyot bo'lamiz. Endi bu yerda bo'sh to'plam degan yoki aniqmas degan javoblar yo'q. Bu holat bajarilishi uchun tenglamamizning ikkala ildizi ham musbat bo'lishi kerak. Endi bunga ahamiyat beradigan bo'lsak, mana ko'paytmasi musbat, yig'indisi ham musbatmi? Demak, ikkala ildiz ham musbat bo'lib turibdi o'zi tenglamani o'zida. Xo'sh, bu yerda endi biz Viet teoremasini qo'llaymiz. x1 plus x2 miz mana 14 ga teng. x1 ko'paygan x2 miz 1 ga teng. Mana. Endi biz mana shu ildiz osti x1 plus ildiz osti x2 ni keling t deb belgilab oladigan bo'lsam va tenglikning ikkala tarafini ham kvadratga ko'tarib yuborsak, nima hosil bo'ladi? x1 plusdan 2 ildiz osti x1 x2 plusdan x2 teng t ning kvadrati. Xo'sh, x1 ga x2 ni qo'shadigan bo'lsak 14. Ana x1 ko'paygan x2 miz 1 ga teng, 2 ga ko'paytirsam 2 bo'ldi. Plus 2 teng t ning kvadrati. Bundan t miz nechaga teng? 4 ga teng bo'ladi mana. Albatta musbat holatni olamiz. Mana B javob. 14-chi misolimiz. Rasmda fx funksiyaning grafiki berilgan. -6 6 oralig'ida nechta butun qiymatida x ning nechta butun qiymatida funksiyaning qiymati musbat bo'ladi. Demak, bizga x ning butun qiymatida funksiyaning qiymati musbat bo'lgani kerak. Ana shunga ahamiyat beramiz. Xo'p, qarang endi. Mana bu joyimizda -5 ta mana bitta butun qiymatga ega. Ya'ni musbat qiymatga ega bu -5 deganim bu x ning qiymati lekin. Xo'sh, -2 da mana endi mana shu joyimizda ozgina mavhumlik bor. Dim diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, -3 da
mana bu nuqtadan o'tmaganday tuyulib turibdi, lekin odatda adashmasam biz mana shu yerda 3 ta deb yechim berganmiz. Kalitda 3 ta bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu yer olinganda -3 qilib olingan. Xo'p, mana boshqa, demak bu taraflarda musbat qiymat yo'q. X ning butun qiymatida musbat qiymat yo'q. Shunda demak jami 3 ta bo'ladi. Mana C javob. 15-chi misolimiz. Chizmada qirrasi 3 sm bo'lgan kub tasvirlangan. Demak, S, A, H, S ning qiymatini toping. Demak, bular diagonal. Mana bular diagonal. Diagonal bo'ladigan bo'lsa, kubning diagonal, ya'ni yon yog'ining diagonal bo'lib turibdi. A ildiz osti 2 ga teng bo'ladi. A ildiz osti 2 ga teng bo'ladi. Bumuz ham diagonal, bumuz ham A ildiz osti 2 ga teng, bumuz ham A ildiz osti 2 ga teng. Bundan xulosa qilamiz. Demak, A, H esimiz muntazam 3 burchak. Endi buning yuzasi S teng A ildiz osti 2 ning kvadrati ko'paygan ildiz osti 3 taqsim 4 bo'ladi mana. Bizda A'miz 3 ga teng. Demak, kvadrati 9 ko'paygan 2 ko'paygan ildiz osti 3 taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa mana 9 ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi ekan. Mana A javob. Xo'p, 16-chi misolimiz. Agar aniq integralning mana shunday chegaralarida kosinus 2 alfa plus 2 teng bo'lsa, alfaning qiymatini toping. Keling, dastlab mana shu integralni soddalashtiraman. Xo'sh. Demak, 0 dan 2 kosinus alfagacha 2x dx bo'ladigan bo'lsa, bumiz nima bo'ladi? X kvadrat mana 2 kosinus alfa 0 bo'ldi. Endi o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak shuni 4 kosinus kvadrat alfaga teng bo'lar ekan. 4 kosinus kvadrat alfa bo'ldi. Xo'sh, shunda bu nimaga teng bo'ladi? 4 kosinus kvadrat alfa teng bo'ldi 2 kosinus 2 alfa plus 2 ga. Mana bundan demak, mana shu kosinus 2 alfani mana bu yerda ikkisi yo'q ekan. 2 ni o'chirib yubordim. Kosinus 2 alfani ochib beradigan bo'lsak, 4 kosinus kvadrat alfa teng 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 plus 2 mana. Bundan bu tarafga o'tirib yuborsak, nima hosil bo'ldi? 2 kosinus kvadrat alfa teng mana 1 bo'ldi. Xo'sh, shunda kosinus alfamiz 1 taqsim kvadrat alfamiz 1 taqsim 2 ga teng. Bundan kosinus alfamiz 1 taqsim ildiz osti 2 ga teng bo'ladi. Ana, alfamiz 45 gradusga teng ekan. Chunki kosinus 45 da 1 taqsim ildiz osti 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, davom qilamiz. Tenglamaning ildizlar soniga tenglamaning ildizlar yig'indisini ko'paytmasini toping. X kvadrat plus 25x kvadrat taqsim 2x plus 5 ning kvadrati teng 74 taqsim 49 ga. Xo'p, nima qilamiz bunda? Mana x ning kvadrati plusdan 25x ning kvadrati taqsim 2x plus 5 ning kvadrati keling teng bo'lsin. Mana buni noto'g'ri kasrni aralash kasr qilsam, ya'ni butun noto'g'ri kasr yig'indisi qiladigan bo'lsam, 1 plus 25 taqsim 49 ga teng bo'ladi mana. Xo'sh, shunda x ning kvadrati plusdan 25 ko'paygan x kvadrat taqsim 2x plus 5 ning kvadrati teng bo'lsa 1 plus 25 taqsim 49 ga. Endi keling, mana shu yerda tanlash ishini olib boramiz. Tanlaymiz, ya'ni moslaymiz.
Xo'p, x teng 1 bo'lsa, x teng 1 bo'lsa, mana bu yerimiz 1 bo'lsa bizda, mana bu yerimiz 25 taqsim 49 ga kelib qolsa, o'rinli. Ya'ni mana bunday qilib yozaman. X kvadrat plus 25 ko'paygan x taqsim 2x plus 5 ning mana kvadrati. Xo'sh. Nima bo'lsin? 1 plus 25 taqsim 49 bo'lsin mana. X 1 bo'ladigan bo'lsa, 1 ni qo'ysak, 1 plus 25 ko'paygan mana 1 taqsim 7 ning kvadrati. O'rinlimi? O'rinli. Demak, mana shu yechim. Endi minus 1 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak, mana bu 1 bajariladi, lekin mana bu yerda 1 taqsim 9 kelib qoladi. Tushunarlimi? Ana shuning uchun minus 1 ni tekshirib o'tirmayman. Joyimiz ozroq. Endi ikkinchi holat o'tamiz. Endi bizda x kvadratimiz 25 taqsim 9 bo'lsin. Mana bu 25 ko'paygan x taqsim 2x plus 5 imizning kvadrati 1 ga teng bo'lsin. U holatdan urib. Xo'sh, endi x imiz keling, minusdan tekshirib ko'raylik. 25 taqsim 49 bo'lish uchun x imiz minusdan 5 taqsim 7 ga teng bo'lishi kerak. Mana minusdan 5 taqsim 7 bo'ladigan bo'lsa, 25 taqsim 49 ni berdi. Endi mana bu yerga tekshirib ko'raman. Xo'sh, demak bu qismimiz 1 ni bersa, minusdan 5 taqsim 7 ni qo'ygan vaqtimda, demak tenglik o'rinli bo'ladi. 25 ko'paygan minusdan 5 taqsim 7 taqsim minusdan 10 taqsim 7 plus nima bo'ladi? 5 bo'ladi mana. Ning kvadrati. Shunda 25 ko'paygan minusdan 5 taqsim 7 35, demak 25 taqsim 7 ning kvadrati. Mana shuni soddalashtirsak 1 ni beradi. Demak bu ham yechim. Plyusini qo'yadigan bo'lsak yechim bo'lmaydi. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. Endi joyimiz kam bo'lgani uchun mana shu 4 ta nuqtadan ham tekshirmadim. Faqat 2 ta nuqtada tekshirdim. Endi qarang. Tenglamaning ildizlar soniga yig'indisini, ko'paytmasini toping. Xo'p, 1 ga, ya'ni tenglamaning ildizlar soni 2 ekan. 2 ga ko'paytiramiz 1 minus 5 taqsim 7 ni. Ana shunda 2 ko'paygan 2 taqsim 7, bumuz ham nima bo'ladi? 4 taqsim 7 ga teng bo'ladi. Mana A javob. 18-misolimiz ABCda to'g'ri ABCda 4 burchak, markazlari O1 O2 bo'lgan ikkita bir xil doira, diametri BC bo'lgan yarim doiraga juft bo'lib bir-biriga urinilyapti. BC 4 bo'lsa, x ni qiymatini toping. Xo'sh, shunda mana bu yer markaz bo'ladigan bo'lsa, mana shu markaz bilan O1 ni tutashtiradigan bo'lsak, mana katta yarim doiraning radiusi 2 ga teng. Xo'p, bularning radiusi 1 ga teng bo'ladi. Chunki umumiy 4, mana bu yer R bo'lsa, mana bu yerimiz ham R bo'ladi, bu yer ham R bo'ladi, mana bu yerimiz ham R bo'ladi. Mana R, 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 R. Demak 4R 4 ga tengligidan yerimiz 1 ga teng bo'ladi. Mana. Endi shunda mana bu yerimiz 2, mana bu yerimiz 1 bo'ladigan bo'lsa, biz nima qilamiz? Mana shu O1 nuqtadan AB ga yoki DC desak ham bo'ladi, parallel o'tkazamiz. Mana. Parallel o'tkazadigan bo'lsak, mana bu yerimiz 1 ga teng bo'ldi. Chunki bizda radius 1 ga teng. Mana bu yerimiz nima bo'ldi? 1 ga teng bo'ldi. Xo'p, keling. Mana buni O 3 qilib oladigan bo'lsam, mana buni n qilib oladigan bo'lsam. Bizdan O1 n ni uzunligini topadigan bo'lsak, demak x ning uzunligini topgan hisoblanamiz. O1 O3imiz, mana O1 O3imiz 3 ga teng. N O3imiz nimaga teng? 1 ga teng. Mana. Demak, O1 n ni topadigan bo'lsak, Pifagor teoremasına ko'ra gipotenuzaning kvadratidan katetning kvadratini ayirishimiz kerak. Ya'ni 9 minus 1. Demak, 8 bo'ladigan bo'lsa, bumuz 2 ildiz osti 2 ga teng bo'ladi. Mana D javob. Davom qilamiz. 19-misolimiz. Xo'sh, kub ildiz osti x, kub ildiz osti y, keyingisi kub ildiz osti y, kub ildiz osti x.
X katta 0, y katta 0 bo'lsa, x kvadrat plus y kvadrat taqsim 2x y ni hisoblang. Mana shuday, agar siz kubga ko'tarib yuboradigan bo'lsak, tenglikning ikkala tarafini ham mana x kub yildiz osti y kub yildiz osti x va hokazo. Keyingisida y kub yildiz osti x nima bo'ladi? Kub yildiz osti y va hokazo. Endi qarang. Tenglikning mana bu qismlari teng. Mana shu qismlari teng. Bunda berilgan mana. Kelishdikmi? Demak, tenglik o'zgarmasligi uchun ikkalasini ham bir xil songa ko'paytirishimiz kerak. Qoida. Bo'lmasa tenglik o'zgaradi. Ana bundan x ni teng y ga ekanligini bilib olamiz. Xo'sh, x imiz y ga teng bo'ladigan bo'lsa, teng. Ana x kvadrat plus y kvadratimiz 2x kvadratga teng. Mahrajimiz ham 2x kvadratga teng bo'ladi va qiymat 1 ga teng bo'ladi. Mana B javob. 20-misolimiz uchburchakning uchlari 1, 4, 7 nisbatda. Agar bu uchburchakka tashqi aylananing radiusi r bo'ladigan bo'lsa, uchburchak yuzini hisoblang. Keling, dastlab uchburchakning ichki burchaklarini aniqlab olamiz. Alfa plus 4 alfa plus 7 alfa teng 180 gradus bo'lsa, mana 12 alfamiz 180 gradus bo'ladi. Alfamiz 15 gradusga teng bo'ladi. Demak, buning burchaklari 15 gradus, 60 gradus hamda 105 gradus bo'ladi ekan. Endi biz aylanaga burchaklari mana shunday bo'lgan uchburchakni ichki chizamiz. Mana. Xo'p, A, B, C bo'lsin. C burchagimiz 15 gradus bo'lsa, mana bu yer 60 gradus bo'lsa, mana bu yerimiz 105 gradus bo'ladi. Xo'sh, endi biz yuzani topadigan bo'lsak, bizga ikki tomon va ular orasidagi burchak ma'lum bo'ladigan bo'lsa, biz bemalol yuzani hisoblab olamiz. Buning uchun keling dastlab A ni topib olaylik. A bimiz nimaga tengadi? A bimiz 2r ko'paygan sinus 15 ga teng mana. 15 gradus. Xo'sh, endi A ni topadigan bo'lsak, A simiz teng 2r ko'paygan sinus 105 gradus. Yoki 2r ko'paygan kosinus 15 gradus desak ekan bo'ldi mana. Keltirishni qo'llasak. Xo'sh, A va A ni aniqladik. Endi yuzani hisoblaymiz. S teng 1 taqsim 2 ko'paygan 2r sinus 15 AB, ya'ni keyin 2r kosinus 15 mana A'si va ular orasidagi burchak sinusi. Sinus 60. Sinus 60 mana. Xo'p, ikkilar ketdi. 2 sinus 15 kosinus 15 imiz bizdan nimani beradi? Sinus 30 ni beradi. Shunda r kvadrat ko'paygan sinus 30 ko'paygan sinus 60 bo'lsa, ana r kvadrat ko'paygan 1 taqsim 2 ko'paygan ildiz osti 3 taqsim 2. Bundan ildiz osti 3 r kvadrat taqsim 4 ekanligi ma'lum bo'ladi. Uchburchagimizning yuzasi. Ildiz osti 3 r kvadrat taqsim 4 chiqaradigan adashmasam. Mana B javob. Xo'p, 21-masalamiz. Chizmada ABCD va EF koil to'rtburchaklar tasvirlangan. Agar D'miz 3, L'bimiz 4 bo'lsa, AKmiz 12 bo'lsa, quyidagi demak to'rtburchakning yuzasini topishimiz kerak. Endi qarang. Mana bu yer 3 mi? Bu yer ham 3 bo'ladi. Mana bu yerimiz 4 bo'ladi. Xo'sh. Shunda bumuz nimaga teng bo'ladi? 5 ga teng bo'ladi. Mana buz 5 ga teng bo'ladi mana. To'rtburchaklar tasvirlangan.
Endi keling. Mana shu burchagimiz sal kattalashtiraman yana. Mana shu burchagimiz alfa bo'lsa, mana shu yer alfa bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer 90 bo'ladi. Mana bu yer nima bo'ladi? 90 minus alfa bo'ladi. Undan mana bu burchagimiz alfa bo'ladigan bo'lsa, mana shu burchagimiz ham alfa bo'ladi. Mana tengligiga kelib chiqadi. Endi bumuz A ga teng bo'lsin. Xo'sh, bu burchak uchun tangens alfa qiladigan bo'lsam, mana tangens alfa qiladigan bo'lsam, bu nimaga teng bo'ladi? 4 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Endi bu burchak uchun tangens alfa qiladigan bo'lsam, 12 taqsim A ga teng bo'ladi. Xo'sh, 4 taqsim 3 ni 12 taqsim A ga tenglaydigan bo'lsak, mana 4A miz 36 va A miz 9 ga teng bo'ladi. Shunda mana bu yerimiz 9 ga teng ekan. Endi Pifagor teoremasidan f koni topadigan bo'lsak, f konimiz nechaga teng bo'ladi? 15 ga teng bo'ladi. Ana endi biz bemalol mana shu bo'yalgan sohaning yuzasini topa olamiz. Ya'ni s teng 5 ko'paygan 15 teng 75. Mana B javob. 22-misolimiz. Px kub. Xo'sh, shunday ko'pxat berilgan bo'lsa, bunga ko'ra p2x plus 1 ko'pxatning koeffitsiyentlar yig'indisini toping. Biz px ko'pxatni aniqlab olamiz. Px kub ham ko'pxat bo'ldimi? Demak, pximiz ham ko'pxat bo'lishi kerak. Px ko'pxatni aniqlab oladigan bo'lsak, buning uchun x ning o'rniga nima qo'yamiz? X ning o'rniga x ning 1 taqsim 3-sini, ya'ni kub ildiz osti x qo'yish kerak. Shunda nima hosil bo'ladi? Qarang. A minus 2 ning darajasida, mana x ning 1 taqsim 3-sining darajasida maydalab yozaman. 6. Xo'p, plyusdan A plus 2 x ning 1 taqsim 3-sining darajasida 4 plyusdan mana b plus 1 tushunarli endi buni x qilaman. Minusdan b minus 3 nima bo'ldi? X ning 1 taqsim 3-darajasi. Xo'sh, minusdan a bu. Mana shu px ko'pxat. Px ko'pxatligini qayerdan bildim? P2x plus 1 ko'pxat bo'ldimi? Albatta pximiz ham ko'pxat bo'ladi. Ana shundan bildim. Endi bu ko'pxat bo'lishi uchun ko'pxatda shunday qoida bor. X ning darajasi yoki 0 bo'lishi kerak. Endi 0 bo'lsa u songa aylanib ketadi, 1 bo'lib. Ana shuning uchun x ning darajasini natural qilib olib kelsak ham bo'ladi. Natural desak ham bo'lardi. X ning darajasi natural bo'lishi kerak. X ning darajasi natural bo'lmadimi, u ko'pxat bo'lmaydi. Masalan, biz ildiz osti x plus 2 ni ko'pxat deya olmaymiz. Mumkin emas, buni ko'pxat deb bilmaymiz. Lekin x plus 2 ni ko'pxat deyishimiz mumkin. Lekin ildiz osti x plus 2 ni ko'pxat deya olmaymiz. Ana shuning uchun endi nima qilaman? Endi mana shu yerda mana ahamiyat beradigan bo'lsak, mana bu daraja natural emas. Mana bu daraja natural emas. Demak, buning oldidagi koeffitsiyentlarini 0 qilaman. Ana shunda natural emas darajalar yo'qolib ketadi va bizda daraja, demak, natural bo'lgan qiymatlar qoladi. Mana a plus 2 ni 0 qiladigan bo'lsam va b minus 3 ni 0 qilaman. Shunda a miz minus 2 ga, b miz 3 ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi ko'pxatni tuzib olaman. Px ko'pxatni tuzib olaman endi. Pximiz yozmayapti u. Mana pximiz teng bo'ldi. Xo'sh, a miz minus 2 edi bizda. A miz minus 2 bo'ladigan bo'lsa, minusdan 4 x ning kvadrati, b miz 3, mana bu yerga kelib qo'ysak plus 4 x, a miz minus 2 bo'ladigan bo'lsa, plus 6 bo'ldi mana. Plus 6 bo'ldi. Endi mana shu px dan px plus 2 ni aniqlab olaman. P yozmayapti.
Hop. Xo'sh, nima yozmayapsan? Kerakmajak narsani yozadi, keragini yozmayapti. Mana. P(x) P2x plus 1 mana teng 4 minus ham bor. X ning o'rniga 2x plus 1 ni qo'yishimiz kerak. 2x plus 1 ning kvadrati plus 4 2x plus 1 plus 6 mana. Xo'sh, mana shu px p2x plus 1 ni chalg'amasligi uchun qandaydir fx ko'p xat qilib olaman. Endi siz biling, mana shu fx ko'p xatni koeffitsiyentlar yig'indisini topishimiz kerak. Koeffitsiyentlar yig'indisini topish uchun demak biz x ning o'rniga 1 ni qo'yib hisoblaradik. Ya'ni mana shu yerda x ning o'rniga 1 ni qo'yib hisoblasak bo'ldi endi. Minus 4 ko'paygan, mana 1 ni qo'yadigan bo'lsak 9 kvadrati bilan plusdan 1 ni qo'yadigan bo'lsak 3, 4 ga ko'paytirsak 12 plus 6 mana teng. Shunda minus 36 minus 30 minus 18 ga teng bo'ladi ekan. Mana shu ko'p xatimizning koeffitsiyentlar yig'indisi. Mana A javob. Davom qilamiz 23-misolimiz. Xo'p, quyidagi shaklda nechta turli uchburchak bor? Mana shu A ni olamiz va mana bu pastdagi, demak 1 2 3 4 5 6 7 tasi bor. Mana shu 7 tasini demak ikkitadan kombinatsiyalaymiz. Shunda ikki burchagi mana shu B asosida joylashgan bo'ladi. Xo'p, S 7 dan 2. Bu ham teng 7 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 5 faktorial. Ana shunda 6 ko'paygan 7 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, jami 21 ta uchburchak bo'ladi ekan. Mana D javob. 24-misolimiz. Xo'sh, x teng y teng quyidagicha bo'lsa, y ni x orqali ifodalang. Quyidagilarning qaysi birisi? Ya'ni x orqali ifodalashimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun mana shu x tengdan t ni aniqlab olamiz. Mana 3 taqsim 4 timiz x plus 1 ga teng. Bundan t ni topadigan bo'lsak, 4 taqsim 3 x plus 1 bo'ladi. Endi mana shu t ning o'rniga olib kelib qo'yaman shuni. Y teng minusdan 3 taqsim 2 ko'paygan 4 taqsim 3 mana x plus 1. Bu ham teng ketdi mana. Minus 2 izdagi 1 qolib ketibdi mana. 1 ni ko'rmay qolibman. Plus 1 ham bor. Minus 2x minus 2 plus 1 bo'ladigan bo'lsa, minusdan 2x minus 1 ga teng bo'ldi. Mana S javob. 25-misolimiz. Demak, buni qisqa ko'paytirish formulasidan foydalansak bo'ladi. A kub plus B kub taqsim A plus B, A kub minus B kub taqsim A minus B qilsak mana. Va A kub plus B kub va A kub minus B kublarni ochadigan bo'lsak, birinchi kavuslari ketdi, ikkinchi kavuslari qoladi. Ikkinchi kavuslar ayirmasini hisoblasak bo'ldi. Keling, ana shuni to'g'ridan to'g'ri yozib qo'yaman. Ya'ni nima bo'ladi? Tangens kvadrat alfa minusdan tangens alfa ko'paygan kotangens alfa. Bu nimaga teng? Minus 1 ga teng mana. Minus plusdan kotangens kvadrat alfa. Endi keyingisining barchasi minus bo'ladi. Chunki ikkinchi qolsa barchasi plus adi. Tangens kvadrat alfa yana minus 1 minus kotangens kvadrat alfa mana. Ketdi. Qiymatimiz minus 2 ga teng ekan mana. Mana S javob. Xo'p, davom qilamiz. 26-misolimiz. Yildizlar ko'paytmasini toping. Endi qarang. Mana bu 1 taqsim 3imiz bor-ku. Mana shu 1 taqsim 3 ni 3 ning minus 1-si deydigan bo'lsak, keling mana shuni soddalashtiraman birinchi. Bu nimani beradi? Logaritm 1 taqsim 2 asosiga ko'ra logaritm 3 asosiga ko'ra x kvadrat minus 16 qilsam bo'ladi mana. Endi mana bu 1 taqsim 2 miz ham 2 ning minus 1-si bo'lish evazini mana bu oldidagi minusni nima qiladi? Plusga aylantiradi. Shunda logaritm
2 asosa göre logaritm 3 asosa göre x kvadrat minus 16 plyusdan logaritm 2 asosa göre logaritm 3 asosa göre x kvadrat minus 16'mız 2'ye teng mana. Bundan logaritm 2 asosa göre logaritm 3 asosga göre x kvadrat minus 16'mız 1'ga teng bo'ladi. Xo'sh, demak, logaritm 3 asosga göre x kvadrat minus 16'mız esa nimaga teng bo'ladi? 2 ga teng bo'ladi. Bundan x kvadrat minus 16'mız 9 ga teng bo'ladi va x kvadratimiz mana 25 ga teng bo'ladi. X kvadrat aniqlanish soha bo'yicha 16 dan katta, demak yechim. Shunda x1'imiz 5 bo'lsa, x2'miz minus 5 ga teng bo'ladi. Va bularning ko'paytmasi minusdan 25 ga teng mana. Ana da javob. Xo'p, keyingi misolimiz 27-misol. BH'ni toping, ya'ni x ni topishimiz kerak. A'miz 6 ga teng. Qarang, B koni tutashtirsam, B ni tutashtirsam. Bizda mana shu yerda B, K, Y muntazam uchburchak hosil bo'ldi. BH'imiz nimaga teng? BH'imiz mana shu muntazam uchburchakning balandligiga teng. Endi muntazam uchburchakning tomonlari nimaga teng? Muntazam uchburchakning tomonlari mana shu kubning yon-yog'ining diagonallariga teng bo'lib turibdi. Mana diagonal bu BK'miz. Xo'p, diagonal nimaga tengadi? A ildiz osti 2 ga, ya'ni 6 ildiz osti 2 ga. Yon-yog'ining diagonalida bu kubning diagonali emas, adashtirib yubormaymiz. Xo'p, shunda tomoni mana 6 ildiz osti 2 ga teng bo'lgan muntazam uchburchakning balandligini topsak bo'ldi. H teng. Xo'sh, 6 ildiz osti 2 ko'paygan ildiz osti 3 taqsim 2. Ya'ni formulamiz bor edi. Yozib ketadi. Agar kimnidir esidan chiqib qolgan bo'lsa, bemalol qarab olish mumkin bo'ladi. Shunda mana qisqardi. Nimaga teng bo'ldi endi? 3 ildiz osti 6 ga teng bo'ldi. Mana C javob. 28-misolimiz. Quyidagi funksiyaning grafiki tasvirlangan chizmadan foydalanib, mana shuni qiymatini toping. Xo'p, F5 ni qiymati mana 7 ga teng. Mana bu yerimiz F5 mana yozaman. 7 ga teng. Mana bunimiz J5 minus 3 ga teng. Mana bu J1. Endi buni aniq qiymatini bilmayman, lekin F1 bilan J1 ni tengligini bilaman. Shuni o'zi yetarli menga. Endi mana bu yerimiz F minus 4 minus 3 bo'ldi mana. Endi shunda o'rniga qo'yib chiqsam 7 minus 3 mana F1 dan J1 ni oladigan bo'lsam ketadi 0 bo'ladi. Taqsim minus 3. Demak minusdan 4 taqsim 3 ga teng ekan. Mana javob. 29-misolimiz. Geometrik progressiyada quyidagicha bo'lsa, B1 ni hisoblang. Xo'sh, birinchidan B1 ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, 1 plus q bo'ldi, teng 8. Ikkinchidan B2 ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, yana 1 plus q bo'ladi, teng 24. Endi nisbat olib boradigan bo'lsak, B1 ning B2 ga nisbati mana 1 taqsim 3 bo'ldi. Bundan B1 ni B2 ga bo'ladigan bo'lsak, bu q bo'ldi. Mana 1 taqsim 3, q'miz nimaga teng? 3 ga teng. Q'miz 3 bo'ladigan bo'lsa, B1 ko'paygan 4'imiz 8 ga teng va B1'imiz 2 ga teng bo'ladi. Mana D javob. Xo'sh, 30-misolimiz. 3 noma'lumli tenglamalar sistemasi ekan. A plus B plusini topishimiz kerak. Xo'p, nima qilamiz? Birinchi tenglikdan ikkinchi tenglikni oladigan bo'lsak, mana 5 bilan ketadi ekan. Keling, buni sal kattalashtirib olaman. Qarang. Bu birinchi tenglik. Mana bu ikkinchi tenglik, uchinchi tenglik. Hozir men uchinchi tenglikdan ikkinchi tenglikni olamiz.
Ya'ni 4a plus 5b plus 6s'dan a plus 5b plus 2'sini olaman. Mana teng 18 teng 3. Olib boradigan bo'lsam 3a plus 4s teng 15 bo'ldi. Endi nima qilaman? Endi birinchi tenglik bilan ikkinchi tenglikni ham xuddi shu amalni bajaraman. Mana bu yerda. Birinchi va ikkinchi tengliklarda. A minus B plus 3C teng 10 bo'lsa, A plus 5B plus 2C teng 3 bo'lsa mana. Xo'sh, bu yerda 2A ekan, adashmaylik. Endi buni 5 ga ko'paytirsam va qo'shsam nima bo'ladi? 11A plus bilan 11A mana 5 bilan ketdi. 15 ga demak 2 ni qo'shadigan bo'lsak 17A bo'ldi. Teng 53. Mana. Mana bu sadi. Xo'sh, mana ikki noma'lum tenglamalar sistemasiga tushirdik. Endi mana shu ikki noma'lum tenglamalar sistemasini yechamiz. 4a 3a uzr kechirasizlar, xato qilib turibman. 3a 4c teng 15. Qaysini yo'qotamiz? Ikkalasi ham a'ni yo'qotaylik. Bunga 3 dan, bunga 11 dan beramiz mana. Shunda 33 ketdi. 17 ga 3 ni ko'paytiradigan bo'lsak 51. 51 dan 44 ni oladigan bo'lsam 7 bo'ladi. Mana 7 simiz teng bo'ldi. Xo'sh, 159 minus 15 ni 11 ga ko'paytiradigan bo'lsak 165 ga. Shunda bu minusdan 6 bo'ladimi? 7 simiz minusdan 6 bo'ladigan bo'lsa, simiz minusdan 7 taqsim 6 minusdan 6 taqsim 7 ga teng bo'ladi. Endi bundan a'nani topa olamiz. 3a xo'sh minusdan 24 taqsim 7 teng 15. 3 ga bo'lib bersam a minus 8 taqsim 7 teng 5. Bundan a'ni topadigan bo'lsak, mana 5 plus 8 taqsim 7 35. 8 dan qo'shadigan bo'lsak 43 taqsim 7 bo'ldi. Mana a'miz. Buni ham olib qo'ying. A'ni topdim, S'ni topdim, endi B'ni topaman. Xo'sh, 2a'miz 2a minus bu plus 3'si. 2a'miz 86 taqsim 7. Keyin minus B plus 3'sadi. Minusdan B plus 3C bo'ladigan bo'lsa, yana minus bo'ladi. 21 taqsim 7 teng 10 ga mana. Bundan B'miz teng bo'ladi. Xo'sh, 86 dan 21 ni 3'si bo'lsa 18 bo'ladi. Mana bu 18 bo'ladi. 18 ni oladigan bo'lsak 68 bo'ladimi? 68. 68 taqsim 7 minus 10 bo'lsa, minusdan 2 taqsim mana 7 ga teng bo'ldi. Ana B'ni, S'ni, A'ni topdik. Shunda bularning yig'indisi bo'ladigan bo'lsa 43 taqsim 7 minusdan 2 taqsim 7 minusdan 6 taqsim 7. 43 dan 8 ni oladigan bo'lsak 35 taqsim 7 va bunimiz 5 ga teng bo'ladi ekan. Mana B javob. Xo'p, 31-misolimiz. A'imiz 16, B'simiz 12 bo'lsa, xo'sh, mana shu bo'yalgan demak,
to'rt burchaklarning yuzalar yig'indisining eng katta qiymatini topishimiz kerak. Qarang. Bu yerda aynan teng uchburchaklar bor. Ya'ni ABC bilan ASD uchburchaklar ular teng uchburchaklar hisoblanadi. Kelishiga. Endi mana shu teng uchburchaklardan ajratib olingan to'g'ri to'rtburchakning yuzalarining qiymatlari teng bo'lishi uchun mana shu to'g'ri to'rtburchaklarimizning yuzalari ham teng bo'lishi kerak. Ana shunda eng katta bo'ladi. Qoida qilib olamiz. Shunda qarang. Mana buyimiz A bo'ladigan bo'lsa, mana buyimiz B bo'lsin tomoni. Xo'p, A'imiz bizda 16 edi-ku. Shunda A'imiz nima bo'ladi? 16 minus A bo'ladi. Mana. Keyin xo'sh, mana bu yerimiz 12 minus B bo'ladi mana. Endi bu burchagimiz alfa bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchagimiz ham alfaga teng bo'ladi. Xo'sh, keling, tangens alfani hisoblab olaylik dastlab. Tangens alfamiz nimaga teng? 12 ni, chunki mana bu yerimiz 12 ga teng, 16 ga nisbati. 12 ning 16 ga nisbati. Xo'sh. Endi mana bu yerdagi burchakdan tangenusni hisoblaydigan bo'lsam, bu yerimiz A bo'ldimi? Tangens alfamiz mana 12 minus B ning A ga nisbati. Qarang. Biz mana shularning yuzalari teng bo'lsin dedik. Teng bo'lishi shart va teng bo'lishidan tashqari bu yuza eng katta bo'lishi ham shart. Ya'ni A'imiz maksimum bo'lishi kerak. Xo'p, A'imiz maksimum. Endi mana bu yerdan A bilan B ni bog'lab olaman. Mana tangens alfalarni tenglab 4 ga bo'lib beradigan bo'lsam 3 taqsim 4 teng 12 minus B taqsim nima bo'ldi? A bo'ldi. Bundan mana 3 taqsim 4A teng 12 minus B bo'ladigan bo'lsa, B ni topadigan bo'lsam 12 minusdan 3 taqsim 4A ga teng bo'ldi. Xo'p, nima qilamiz endi? Endiki galda biz mana A ko'paygan B'miz maksimum bo'lsin dedik. B ning o'rniga mana shuni olib kelib qo'yaman. Keling, mana shu joyga yozamiz endi bunday qilib. Xo'sh, A ko'paygan yoki A ko'paygan 12 minusdan 3 taqsim 4A. Mana shuning hosilasi nimaga bunday bo'lib turibdi bu? Mana shuning hosilasi 0 ga teng bo'lishi kerak-da bir so'z bilan. Mana. Endi 12A dan hosil oladigan bo'lsam, 12 ga teng. Ko'paytirib hosil olaman. Minusdan 3 taqsim 4 A kvadratdan hosil oladigan bo'lsak, minusdan 3 taqsim 2 A ga teng. Mana buyimiz 0 bo'ldi. Ana endi bundan A ni hisoblaydigan bo'lsam, A'miz 8 ga teng bo'ladi. A'miz 8 ga teng. A 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, endi o'rniga olib kelib B ni hisoblaymiz. B teng. B teng nima bo'ladi? Shunchaki chizsak yozadi hozir qarang. Bunday emas mana. B teng mana 12 minusdan 3 taqsim 4 ko'paygan 8. Bu nimaga teng bo'ldi? 6 ga teng bo'ldi. Ana, A'imiz nimaga teng ekan? A'imiz 48 ga teng ekan. Mana shu yerimiz 48 ga teng bo'ldi. Shunda bu yerimiz ham 48 bo'ladimi? Ana shunda yuzalarning eng katta qiymatlari yig'indisi nechaga teng bo'ladi? 96 ga teng bo'ladi. Mana B javob. Xo'p, 32-chi misolimiz. Rasmda BCD'miz 135 gradusga teng. BA'simiz 45, CA'imiz 45 gradus bo'lsa, x ni toping. Endi qarang. A, B, C, D bu yerda 4 burchak. A burchagimiz 90 gradus. C burchagimiz nima bo'ladi? 135 gradus. 4 burchakning ichki burchaklar yig'indisi 360 gradusga teng bo'lishi kerak. Bundan mana shu B burchakni alfa qilib oladigan bo'lsam, men hozir A, B, C, D 4 burchak uchun fikr qilib turibman. Bu yerimiz nimaga teng bo'ladi?
135 minus alfaga teng bo'ladi. Ana. Kelishdik, ha? Xo'p, endi fokusimni ASD uchburchakka qarataman. ASD uchburchagimizning bitta burchagi 45 gradusga teng. Bitta burchagi 135 minus alfaga teng. Ikkinchi burchak nima bo'ladi? Ikkinchi burchak alfa bo'ladi. Mana. Endi S burchagimiz bizda 135 gradusga tengmadi. Shunda bu tarafimiz 135 minus alfa bo'ladi. Endi qarang. A, B, S uchburchak uchun sinuslar teoremasini qo'llasam. 6 ning sinus alfaga nisbati teng 4 ning sinus 135 minus alfaga nisbatini. Mana shunda endi ozgina yozganda o'chib qolib turibdi. Shuning uchun texnik kamchiliklarga unchalik e'tibor bermaysiz. Bundan sinus alfani sinus 135 minus alfaga nisbatini topadigan bo'lsam, mana teng bo'ladi 4 ning 6 ga nisbati. Endi uchburchak A, S, D uchun ham sinuslar teoremasini qo'llaydigan bo'lsam, sinus, ya'ni x ning sinus alfaga nisbati teng bo'ldi 6 ning sinus 135 minus alfaga nisbatini. Bundan sinus alfaning sinus 135 minus alfaga nisbati nimaga teng bo'ladi? Xo'sh, x ning 6 ga nisbatini. Qarang, mana bu bir xil narsami? Bundan xulosa qilsak bo'ladi. X ning 6 ga nisbati teng bo'ladi ekan 4 ning 6 ga nisbatini. Xo'sh, biz qayerdadir xato qildikmi? X ning sinus alfaga nisbati ABC'da 6 ning sinus alfaga nisbati 4 ning sinus 135 minus alfaga nisbatine teng. Hozir yoki javobimizda xato bor, yoki biz xato qildik. Shuning uchun yana bir tekshirib olaylik buni. Xo'p, ABC uchburchakda 45 gradus alfa 6 ning sinus alfaga nisbati 4 ning sinus 135 minus alfaga nisbatine teng. Mana bu yerda xato qilibmiz mana. Mana bu joyda xato qilibmiz. Bu yerimiz 6 taqsim 4 bo'ladi ekan mana. 6 taqsim 4 bo'ladi. Demak, mana bu 6 taqsim 4. Ana endi x topib oladigan bo'lsak, 4x imiz 36 bo'ladigan bo'lsa, x imiz 9 ga teng bo'ladi. Mana A javob. 33-chi misolimiz. Elektr energiyasini me'yordan oshish ehtimoli 0,16 ga teng. Yaqin 5 kunning 3 kunida energiyaning me'yordan oshish ehtimolini toping. Demak, bunda biz Bernoullidan foydalanamiz. Ya'ni 5 kun bor. Mana me'yordan oshish ehtimoli keling dastlab P 0,6 bo'ladigan bo'lsa, me'yordan oshmasligi ehtimoli 0,4 ga teng bo'ladi. Xo'p, shunda S 5 dan 3 kuni, 3 kunida me'yordan oshishi kerak. Demak, P ning kubi U ning kvadrati bo'ladi. 5 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 2 faktorial ko'paygan 3 taqsim 5 ning kubi ko'paygan 2 taqsim 5 ning mana kvadrati teng. Bu bilan buni qisqartirsak 4 ko'paygan 5 10 bo'ladi. 10 ko'paygan 27 taqsim 5 ning kubi ko'paygan 4 taqsim 5 ning kvadrati. 10 bilan bitta 5 ketsa, mana 5 ning 4-inchisi mahrajimiz 625 bo'ladi ekan. Mana bu yerda 2 qoldi, 5 emas.
Mana bu yerda 2 qoldi. Xo'p, shunda 27 ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 56, 10, 216. Demak, 216 bo'ladi mana. Mana A javob. 34-misolimiz. Kvadrat tenglamaning ildizlari qarama-qarshi sonlardan iborat bo'lsa. Agar kvadrat tenglamaning ildizlari qarama-qarshi sonlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, demak bimiz 0 ga teng bo'ladi. Chunki Viet teoremasına göre, masalan, ax kvadrat plus bx plus c teng 0 ni Viet'e qo'llashimiz uchun A'ga bo'lib beramiz. Mana x kvadrat plus b taqsim ax plusdan c taqsim a teng 0. Endi Viet teoremasına göre x1 plus x2 miz nimaga teng bo'ladi? Minusdan b taqsim a ga teng bo'ladi. Agar x1 x2 miz qarama-qarshi sonlardan iborat bo'lsa, yig'indi 0 ga teng. Ana shundan biz 4 k kvadrat minus 5 k minus 1 ni 0 qiladigan bo'lsam, mana biz endi klarning yig'indisini so'rab qo'yibdi. Yana Viet qilib beraman. 4 ga bo'lib bersam, k kvadrat minusdan 5 taqsim 4 k minus 1 taqsim 4 teng 0 bo'ladigan bo'lsa, k1 plus k2 miz mana 5 taqsim 4 ga, ya'ni 1,25 ga teng bo'ladi. Mana C javob. 35-misolimiz. Arc sinus 3 taqsim 5 taqsim arc tangens 24 taqsim 7 ni hisoblang. Demak, buni qanday qilib hisoblaymiz? Buni hisoblashda uchburchaklar usulidan foydalanamiz. Xo'sh, mana birinchi uchun foydalanadigan bo'lsam, to'g'ri burchakli uchburchakni oladigan bo'lsam, mana bu yerimiz 3, mana bu yerimiz 5 bo'lsa, mana sinus alfa nima bo'ladi? 3 taqsim 5 bo'ladi. Bundan alfamiz arc sinus 3 taqsim 5 ni beradi. Endi uchburchakning bitta kateti 3, gipotenuzasi 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi katetimiz 4 ga teng bo'ladi. Bundan tangens alfani topsam bo'ladi mana. Tangens alfamiz nimaga teng bo'ladi? 3 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Endi ikkinchi nimaga qaraymiz? Ikkinchisiga qarang. Bu yerni beta deb qaraydigan bo'lsam, mana biz nimaga teng? 24 ga teng, bu 7 ga teng. Shunda 49, mana bu 25 ga teng bo'ladi. Mana shu yerimiz 25 ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi bog'lashimiz kerak. Bizda mana shu poliyadan javob axtariladi. Endi bu ham bor. Xo'p, qarang. Bundan mana bu yana birinchi uchburchakka qaytaman. Kosinus alfani ham topaylik. Kosinus alfani topadigan bo'lsak, 4 taqsim 5 ga teng bo'ldimi? Endi sinus 2 alfani topadigan bo'lsam, mana sinus 2 alfani topadigan bo'lsam, 2 sinus alfa kosinus alfa. Ya'ni 2 ko'paygan 3 taqsim 5 ko'paygan 4 taqsim 5 mi? Bumuz nima bo'ladi? 24 taqsim 25 ni berdimi? Endi mana bu joydan sinus betani topadigan bo'lsam, bu ham 24 taqsim 25 mi? Mana kelishdik-a. Demak, 2 alfamiz nimaga teng? Betaga teng. Ana shunda biz yuqorini alfa deb qaragan edik, pastimiz beta. Betamiz 2 alfaga teng. Bu ham 2 alfa bo'ladigan bo'lsa, qiymatimiz 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Mana C javob. Mana shu bilan bu mock testimizni tahlilini yakunladik. Misol ishlash jarayonida qandaydir xato kamchiliklar yo'q bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.